uyat qilib qoldim hozir bitta gapni eshitib. Bizda bir oy oldin bitta ayolga pul yig'dik, istoriyasini qo'ydim. Pulga muhtoj ekan, shu mazasi yo'q ekan, kimning imkoniyati bo'lsa tashlab beringlar deb. Qanchadir miqdorda pul yig'ilgan ekan, hozir hech kim yozyapti. Pulni o'zingizlar qaytarib oldinglarmi? U buni menga yozyapti. Tushunmadim, nima deyapsiz desam. Короче, meni nomimdan kimdir telefon qilgan ekan. Men ham pul tashlamoqchiman, tashlamayapman, kodini beringlar deb. Pulni polностью yashirib qancha tushgan bo'lsa sug'urib olgan ekan. Hozir menga yozyapti shu narsani, endi o'qib qoldim. Qaysi onangni skeydi bolasi, amna uyinamiga samolyot kirib ketgan onangni ski valada zinoni bolasi. Mana kimdir mana kasal bo'lib turib, pulga muhtoj bo'lgan odam ayol kishini mana qilib pulini o'g'irlab oldi ekan, erkak bo'lgan. Nomingga qo'tag'imni bola ziyonnayni sizga meni ko'rib turgan pulni olgan.